Turizmdan tekstil mavzusiga o'tamiz. Mamlakatimizning 40 dan ortiq to'qimachilik korxonasi Fast Textile 2024 xalqaro to'qimachilik ko'rgazmasi va biznes forumda ishtirok etmoqda. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Yevropa to'qimachilik sanoatining muhim voqealaridan biri Fast Textile ko'rgazmasi. Bu kiyim-kechak ishlab chiqaruvchilari va ishbilarmonlar o'rtasida savdo aloqalarini o'rnatish uchun yaxshi maydon. Ko'rgazma allaqachon Polshaning an'anaviy tadbiriga aylanishga ulgurgan. Bu gal O'zbekiston tomoni har qachongidanda faol ishtirokchi. 40 dan ziyod o'zbek to'qimachilik korxonalari vakillari, O'zbekistondan yengil sanoat mahsulotlarini import qiluvchi 30 dan ortiq kompaniyalar Varshavada o'zlarining eng sara mahsulot va xizmatlarini korporativ hamda chakana mijozlarga taqdim etdi. Ko'plab yerda o'zimizga mijozlar orttirdik desak ham bo'ladi, chunki 500 ming dollarlik shartnoma imzolash arafasida turibmiz. Bundan tashqari ko'plab mijozlarimiz, ko'plab polyak fuqarolari matolarimizga ularni qiziqish darajasini bizga ko'rsatib kelyapti. Keyinchalik ham Polshada o'sha Varshava hamda Lod viloyatlari bilan shartnoma imzolangandan so'ng hozirgi kundagi mavjud eksportimizni salkam yarim barobarga ko'paytirish imkoniyati ko'zda tutilyapti desam mubolag'a bo'lmaydi. Bu yerda yangi xaridorlar topish, yangi fikrlar almashish, xorijiy hamkorlar bilan tajribaga ega bo'lish hamda yangi savdo agentlari bilan shartnomalar tuzish maqsadidamiz. Varshavaga bizning yilida 10 million yevrolik eksportimiz bor. Shu hajmni 20 million yevroga qadar ko'tarish harakatidamiz. Qiziqishlar juda katta. Yangi shartnomalar imzolayapmiz. Ko'rgazma kun tartibidan O'zbekiston Respublikasining Polshadagi elchixonasi va Polsha Osiyo savdo-sanoat palatasi biznes forumi ham o'rin oldi. Unda O'zbekiston va Polsha o'rtasidagi siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, madaniy, gumanitar va turizm sohalarida hamkorlikning bugungi holati va istiqbollari, xususan 2024-yil mart oyidan yo'lga qo'yilgan Toshkent va Varshava o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlar ahamiyatiga e'tibor qaratildi. O'zbekistonning ko'rgazmadagi ishtirokidan juda xursandmiz. Biz mamlakat sohada erishgan yutuqlarga diqqat bilan qaraymiz. Prezidentingiz boshchiligida O'zbekiston haqiqatdan ham ulkan rivojlanishni boshdan kechiryapti. Joriy yilning birinchi yarmida mamlakat iqtisodiyoti 6,4% ga o'sdi. Shu sababli Polsha O'zbekistonga Markaziy Osiyoni modernizatsiya, ya'ni isloh qilishda yetakchi sifatida qaraydi. Biz ayniqsa to'qimachilik sohasida investitsiya kiritish orqali Markaziy Osiyo bozorlariga kirishni istaymiz. Sizda juda yaxshi xom ip, mato va mahsulotlar mavjud. Shu sababli biz birgalikda Yevropa ittifoqidagi eng muhim Xitoy savdo markazi bo'lgan GD Polandni ochish va O'zbekiston mahsulotlarini Polsha e-tijoratida targ'ib qilish ustida ishlayapmiz. Bir so'z bilan o'zbek sanoat korxonalari ko'rgazma davomida 3000 dan ortiq tashrif buyuruvchi bilan muzokaralar olib borishga va eksport shartnomalari tuzish bo'yicha kelgusi qarorlar uchun aloqalar almashishga erishdi.